Assalomu alaykum dehqon bola, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Xirmonga baraka. Umringizga baraka. Joninglar sog'mi? Xudo xolasa toruzlarimiz pishibdi mana. Nasib. Joninglar sog' bo'lsin. Bu toruzimizning sorti nima edi? Impressa. Joninglar sog' bo'lsin. Impressa gibrid, ha? Qachon ekilgandi bu? 2025-yil 17-18 martda ekilgan. Aha. Endi xudo xolasa sal ozgina kech qolib ketdi shu yil ekishda. Jarayonida. Shunda necha kunlik bo'lyapti bugun xudo xolasa? Bugun 21-may. 21-may bir 62 kun, 63 kunda pishyapti-da. 2025-yil 21-may, ha, xudo xolasa. 21-may. Yaxshi, pishish yaxshi. Tonnasi qanaqa beryapti? Bu yil hisobinglar yaxshimi, ko'ngildagidekmi? 50 tonna beryapti, 60 tonnaga bormayapti, 50 tonna, 45 tonna bemalol beryapti. Xudo xolasa, niyat shunaqa. Hektaridan. Yaxshi, barakasini bersin. Boshqa sortdan ham ekkanmisizlar? Boshqa sortdan ekkanmiz, ular u darajada bermayapti. Urjayiga yo'q. Bu yil ham bormi boshqa sort? Yo'q, ekilgani yo'q. Bu yil yo'q. Bu yil faqat impressa, xudo xolasa. 3 yil, bu yil 4-yil ekishimizni impressani mashhuridan baraka topyapmiz, Xudoga shukr. Yaxshi, barakasini bersin. Qani dehqon bu, agar mumkin bo'lsa bittasini ko'raylikchi ichini. Dehqoncha qilasizmi? Ha, bizlarchi. Juda go'zal. Barakasini bersin. Evet, kanıskisi. Barakasini bersin. Eksportga uzilayotgan. Ha. Tarvuzda. Aha. Rossiyaga ketyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi. Akalar furaga urishyapti. Yaxshi, barakasini bersin. Ozgina urug'lariga bor, ozgina. Ozgina ham emas, menimcha bu may oyining 21-sanasiga juda ham chiroyli menimcha. Toshkent bozoriga olib kirsa ham, o'zimizning ichki bozor ham, butun respublikaning bozori ham, ichki bozor menimcha yaxshi yesa kerak. Xudo xolasa. Holatlarini ham mana ko'rib oling. Yirikligini ham Necha kilolar kelyapti hozir? Eng yirigingizni tortdingizmi? 18 kilo berib turibdi hozircha. 18 kilo, ha? 18 kilolar berib turibdi. Yaxshi, barakasini bersin. Ishingizga rivoj. Rahmat. Charchamanglar.